アッサラムアレイクン。アッサラムアレイクン。私たちはウズベキスタンのテルメズのマシュラ病院でトレーニングをすることになった日本の助産師です。私たちスパイカーは日本の助産師技術と妊産婦さんがまた会いたいと思ってもらえるような心温かい助産師の育成を目指します。一緒に頑張りましょう。Sog'lom turmush uchun texnologik yondashuv. Homiladorlik davrida homilani kuzatish va xavflarni oldindan aniqlash endi yanada oson. Alert Monitor texnologiyasi sun'iy intellekt asosida ishlovchi innovatsion yechim bo'lib, tug'ruq jarayonida har bir lahzani kuzatish va xavflarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Spiker kompaniyasi sog'liqni saqlash mutaxassislari bilan hamkorlikda ushbu ilg'or tizimni ishlab chiqdi. Mashhura Medservis klinikasi shifokorlari bilan birgalikda xavfsiz va sog'lom tug'ruqni ta'minlash yo'lida zamonaviy texnologiyalarni qo'llaymiz. Sizni Mashhura Medservis klinikasida kutamiz.